Assalomu alaykum. Fermer xo'jaliklari, dehqon bobolar, mana bug'doyga tushdik. 2025 hosada xudo xolasa mana 70 beryapti, 70-80 ga chiqyapti. Alloh hammani barakasini bersin. Mana bu kombaynyorimiz eskidan Alisher bobo. Alisher bobo bir ikki og'iz ayta olmaysizmi gap? Yo'q, hozir. Vaqt yo'qmi? Yo'q. Ha, bu keyingi safarga aytaman deyapti, hozir bo'ryapman. Allah hammani kasasiga baraka. Birdamlik fermer xo'jaligini g'alla maydoni rais bobo Fazilat Karim aka boshligida shu kishini yeri. Allah hammaga shunday bug'doy berish nasib qilsin. Mana 80 beryapti, xudoga shukr. Borganman işte. Biz agrotexnika ishlarini qilib o'tganmiz. Qolgan ishlarini mana kombaynyorimiz o'ryapti. Vaskamiz qochib ketdi. Propaganda.